Bemorimizda bachidomiomas qon ketish simptomi aniqlangan. Hozir bemorimizda kam invaziv laparoskopik total gistrektomiya amaliyoti o'tkazildi. Buni afzallik tomoni bemorda hech qanaqa chandiq bo'lmaydi. Qornida 3 ta teshik bo'ladi. 5 millimetrlik bemorga ertasi kun uyga javob berishi mumkin bo'ladi. Operatsiyadan keyingi og'riqlar minimal darajada bo'ladi. Bemor uchun eng afzal usul hisoblanadi hamda bu butun dunyoda shu usul hozir qo'llaniladi. Bizning Urganch tuman tibbiyot birlashmasi tug'ruq majmuasiga reabilitatsiya markazidan ginekolog, xirurg shifokorlarimiz amaliy yordam uchun tashrif buyurdilar. Bular ginekologiya sohasi bo'yicha kam invaziv laparoskop jarrohlik amaliyotlari o'tkazishda bizga yaqindan yordam berdilar.